Toshkentda taksi haydovchisini kaltaklashda gumonlangan bloger qamoqqa olindi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiysi Qahramon Xudoyberganov Kun.uzga ma'lum qildi. 17 avgust kuni yuz bergan voqeada 27 yoshli taksi haydovchisi va yo'lovchi ayol o'rtasida og'zaki tortishuv chiqqan. Keyin voqea joyiga yo'lovchining 2 nafar tanishi bo'lgan Insta-blogerlar yetib kelib, haydovchi bilan janjallashgan. Unga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatib, tahqirlashgan. Skartdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Eshikni yopib qo'yapti mana. Nuri 72 nani shuncha xodimlarni ovora qo'yapti-da, ham bu plos. Ular avvaliga haydovchini ayolga jinsiy tegajog'lik qilishda ayblab video qo'yishgan. Keyin esa vaziyat o'zgarib, blogerlar video murojaat orqali jamoatchilikdan o'zlarini oqlashda yordam so'ray boshlagan. Shundan keyin ularning sahifalaridan holat bilan bog'liq bo'lgan barcha videolar o'chirib tashlangan. Bu orada kaltaklangan haydovchi shifoxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.